Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana xudo xolasa yana bitta ishimiz zakotovka jarayon davom etmoqda. Firmamiz 5 metrlik. Xudo xolasa mana ishlarimiz konteyner materialdan 25 metrgacha xudo xolasa bez ustun. Mana ustalarimiz, qattiq ustalar mana morj ichib o'tiribdi. Bu yog'imiz mana saroblar endi chiqaryapmiz xudo xolasa. Oz qoldi. Mana ish bo'layotgan jarayon. O'rnatishga xudo xolasa ertaga tayyor bo'ladi. Konteyner materialimiz ustalar chanqayib ketdi, ustalar dam olishyapti mana. Shardalarimiz ham to'qildi, tayyor holatda.